safar aytadi-yu. Qabr azobidan bir safar bir uchurmasi bordi. Safarda o'ziga yarasha muammo, qiyinchiliklar bo'ladi. Musofirlar duo so'rashgan ekan, Allohim Parvardigoro, avvalo ichimizda yaqinlarimiz safarga chiqqanlar, butun yurtimiz O'zbekistonimizdan va boshqa o'lkalardan safarga chiqqanlarni safarlarini Allohim bexatar qilgin. Safarlari barakotli bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Allohim o'zingni panohingda bo'lsin. Yomonlikdan, ofatdan, zarardan o'zing saqlagin. Shu safarlaridan, o'ylaganlaridan ziyoda xursand bo'lib oila bag'riga qaytib kelishlarni Allohim o'zing nasib qilgin ya Arhamar Rohim. Rossiyada yurgan, halol yo'l bilan boqishlik uchun uzoq safarlarga chiqqan odamlar, halol mehnat qilayotgan odamlar bilsinki, ular jihad qilyapti. Ayniqsa o'sha Rossiyada yurgan odamlar sovuqqa chidab, qiyinchiligiga chidab, ona xazayinni har xil aytayotgan so'zlarga chidab, yana bir ishlar bo'lib keyin halol mehnat qilishayotgan bo'lsa, ular jihodda. Bolam tilamchi bo'lmasin deyapmiz. Oilam ko'chada yurmasin, meni ayolim bu yerda yurmasin. Men erkak kishiman, shularni men